qor qoplami juda ham ko'p shakllanibdi. Ya'ni 26 yillikda eng ko'p qor qoplami ayni 23-yanvar kuni 2,5 metrlik balandlik qorni ushlab qoladigan shitlar ham hozir qor bilan to'liq yopilganini ko'rishimiz mumkin. O'zimiz ham guvohi bo'ldik. Ya'ni qor yaxshi. Bu muddatlarda respublikaning ko'plab hududlarida qor qoplami bilan aholi kutib oladi tongni. Xon deymizmi, Bog'dod deymizmi yoki mana Rishton deymiz. Beshariq tumanlari aholisi uchun qor. Assalomu alaykum. Dehqon va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlarini berishni davom ettiramiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimiz fevral bo'yicha bo'ladi, xudo xolasa, to'g'rimi? Va shu fevral bo'yicha ob-havo ma'lumotlarini beruvchi yog'ingarchilik va ob-havo haroratlari qaysi paytda qanday bo'ladi? Shu bo'yicha ma'lumot bersangiz va iltimos qilardimki, mana izohlarda Surxondaryodan eng ko'p izohlar bo'ldi. Surxondaryo bo'yicha alohida bir ma'lumot tayyorlab bersangiz va keyingi ko'rsatuvlarda shuni davom ettiramiz. Izohlarga qaysi viloyatdan ekanligingizni yozib qo'ysangiz, qaysi viloyat ko'p bo'lsa, o'sha viloyat bo'yicha alohida to'xtalib o'tamiz. Erkin aka boshlaymiz. Demak, assalomu alaykum. Respublika fermerlar kanali kuzatuvchilari. Surxondaryo bo'lsa Surxondaryodan. Demak, Surxondaryo viloyati uchun eng yaxshi xabarimiz bor. Ya'ni Surxondaryo daryo havzasidagi yuqoridagi stansiyamizda qor qoplami juda ham ko'p shakllanibdi. Ya'ni 26 yillikda eng ko'p qor qoplami ayni 23-yanvar kuni Surxondaryo havzasida, ya'ni qor ko'p, bu yil qor ko'p, ya'ni yog'ingarchilik bilan bog'liq, ya'ni suv oqimi bilan bog'liq vaziyat yaxshiligini aytib o'tamiz va Surxondaryo viloyatiga yana bir yaxshi xabar, bu kelayotgan fevral oyida juda ham ko'p yog'ingarchilik, ya'ni fevral oyimiz namgarchilik nuqtai nazaridan eng o'zini hududidan kelib chiqib, me'yorga nisbatan eng ko'p 150% chetlanish, ya'ni 1,5 barobar ko'p yog'ingarchilik kuzatilishi mumkin ekan. Surxondaryoliklar ya'ni kelayotgan mana shu fevral oyida ko'proq yog'ingarchiliklarga, hattoki qor hodisalariga, shundoq ham Termiz hududida, mana shu janubiy hududida Surxondaryoni so'nggi 10 yillik deymizmi, 15 yillikda kuzatilmagan eng ko'p qor qoplami, hatto 7 santimetrlik qor bilan termizliklar 23-yanvar kuni tongni qarshi olishdi. Endi kelayotgan haftaga o'tamiz, respublikamizga o'tamiz va respublika kesimida kelayotgan haftada ikkita nam havo oqimi biz ikkita nam havo oqimi bilan to'qnash kelamiz. Birinchisi bu seshanba, chorshanba kuni ertadan. Mana bugun juda ham isib ketdi. Respublikaning ko'plab hududlarida 15 darajalik issiq harorat fonidamiz, iliq harorat deylik. Mana hozir shapkasi turibmizmi? Demak, bu yaxshi, 10 darajadan yuqori harorat degani. Va mana shuni orqasidan, afsuski qish chillasida issiq haroratning orqasidan namgarchilik bizga kirib keladi va bu safargi namgarchilik Kaspiy dengizi ustidan kirib kelyapti. Kaspiy dengizi ustidan kirib kelyapti va avvaliga Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, keyin anaqa Navoiy cho'llariga, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyati, Jizzax, Sirdaryo viloyatiga kirib keladi. Biz hozir buni animatsion videosini ko'rsatamiz. Har 12 soatlikda nam havo oqimining o'zgarishi va bu safargi nam havo oqimi Sibir antsiklonining pozitsiyasi tufayli endi to'liq g'arbdan sharqqa tomon surilish fonida yuz beryapti. Bu juda ham kamdan kam kuzatiladi. Odatda yuqoriga chiqib ketadi namlik. Bu safar endi g'arbdan chiroyli ko'rinishda, tartibli bo'lib kirib kelyapti O'zbekistonga va keyin payshanba, juma kunlari respublikaning ko'plab hududlarida biroz harorat pasayadi. Ayni payshanba tongi muddatlarida respublikaning ko'plab hududlarida qor yaxshigina bo'lar ekan. Ya'ni kelayotgan nam havo oqimlarining boshlarida endi bunaqa issiq haroratdan keyin yomg'ir yog'adi. Oxirgi bosqichlarda tekislik hududlarimizda qor, endi tog'larda boshlanishidan qor yog'adi, tog' etaklarida ham, tog'li hududlarimizda qor bo'ronlari kuzatilishi mumkin. Va payshanba tongi muddatlarida respublikaning ko'plab hududlarida qor qoplami bilan aholi kutib oladi tongni. Sifatli, original va tez eriydigan fosforli o'g'itlar kerak bo'lsa, Erja Agroga murojaat qiling. O'zim tekshirishni tavsiya qilaman. Payshanba tongi muddatlarida respublikaning ko'plab hududlarida qor qoplami bilan aholi kutib oladi tongni. Bunda ham o'z xaritasini ko'rsatyapmiz. Mana shu Qashqadaryo, Surxondaryo tog' etaklarida ko'proq, Toshkent viloyati tog' etaklarida ko'proq, Sirdaryo viloyatida ko'p, Jizzax, Samarqand viloyatining yarmida qor, hatto Samarqand viloyatining shimoliy Qo'shrabotida 30 santimetrga yaqin yana bir va'da qilinyapti deylik va eng yaxshisi Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham hozir yana kelayotgan nam havo oqimlari qor ko'rinishida ko'proq yog'adi va ularda yana ham ko'proq qor yig'ilishiga olib kelishi mumkin va endi menimcha kelayotgan fevral oyini aytib o'tamiz. Lalma ekadiganlar juda ham ko'p iltimos qilishyapti va oldin ham va'da bergandik. Aytib o'tsak, keyin yana bir aniqrog'ini aytamiz. Lalma bo'yicha kutilmalarimiz bu yil La Niño o'zini qoidasiga teskariroq ishlayapti qish oylarida. Chunki La Niño davrida quruq bo'lardi bizda, lekin o'tmishda ham masalan 6 ta 7 ta kuchli La Niñoda bitta istisno tariqasida shunaqa namgarchilik bo'lgan va
keyin o'rganyapmiz nimaga bu namgarchilik bo'lgan degan savolga boshqa omillar ham ta'sir ko'rsatar ekan. Indikator biz hozir Atlantikadagi okeandagi nam havo oqimi bilan o'rganyapmiz. U pastga shimolga, pastga janubga surilib turadi. Shimoliy Atlantika sirkulyatsiya deydi. Uni O'zbekistonga ta'siri qanaqa bo'lishini, Hind okeanining suv haroratidan kelib chiqib biz o'rganyapmiz. Chunki u yerda ham bug'lanish bo'ladi. Kelayotgan nam havo oqimlariga poddeshka sifatida nima deydi, qo'shimcha yordam sifatida berishi mumkin va mana shuni hammasini o'rganib biz aytyapmizki, fevral oyida namgarchilik bor ekan. Ayni mana shu Qashqadaryo, Samarqand viloyati lalmi dehqonlari uchun yaxshi xabarlar, xursandchilik qiladigan xabarlarimiz. Jahon meteorologik tashkiloti ham bizni fikrlarimizni qo'llab-quvvatlayapti. Ya'ni kelayotgan fevral, mart, aprel oylarida mana shu O'zbekistonning ko'plab hududlarida me'yoriy yog'ingarchilik, ya'ni bu 1980-2020-yillardagi o'rtachalashtirilgan yog'ingarchilik bilan teng deylik. Shunaqangi yog'ingarchilik bor ekan. Bu degani qadimgi yog'inlar bor ekan. Bu degani hozir dekabrimiz ham keldi mana shu hududlarda, Samarqand, Qashqadaryo, hatto Jizzax hududlarida. Yanvarimiz ham nam kelyapti. Kelayotgan fevralimiz ham nam. Demak, mart bilan aprelimiz mana shunaqa bo'lishidan kelib chiqib, bemalol rejalashtirsa mart aprelda ham yaxshigina yog'ingarchiliklar kutishimiz mumkin. Aprelda bor va mayda endi bilamiz, bu isib ketish bo'ladi, boshqa qurg'oqchilikka tayyorgarlik, lekin aprelda ham ko'p miqdorda bo'lmasa-da, lekin martda va fevraldagi hozir hal qiluvchi yog'ingarchiliklar lalmi uchun hozir hal qiluvchi mezon bo'ladi va bemalol Jizzaxdan ko'ra, Jizzaxda bor, Jizzaxda baribir biroz shu risk deydi, xavf deydi. No, Samarqand bilan Qashqadaryo lalmi korlari, lalmi dehqonlari uchun bayram desa bo'ladi bu yil. Chorvadorlar uchun ham, chunki juda ham ko'p qor shakllanyapti. Biz hozir Motsnov degan masofadan zondlash dasturi bor. Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti olimlari bilan birgalikda ishlayapmiz. Ya'ni yuqoridan Germaniya olimlari bilan birgalikda yuqoridan nimani qor qoplamini ko'rish va bu 26 yildan beri kuzatilyapti har bir nuqtadagi. Mana shu dasturda ham ayni mana shu Qashqadaryoning Katta O'ra, Kichik O'ra daryolarida, Qashqadaryo daryo havzasida, Surxondaryo daryo havzasida, Zarafshon daryo havzasida, hattoki Amudaryoning Vaxsh daryo havzasida yoki Chirchiq daryo havzasida, Farg'ona viloyatiga oqib keluvchi Qora daryo va Norin daryosi havzasida, tog'li havzalarida qor 23-yanvar holatiga o'tmishdagi mana shu oxirgi 26 yillikdagi mana shu 23-yanvarga nisbatan eng ko'p holatda turibdi. Ya'ni kelayotgan nam havo oqimlarimiz haqiqatan respublika tog'lariga ham barakali yerni kutarkan. Barakaliga shunga hozir yaqinroq prognozlar kelib chiqyapti. Endi baribir bu fevral oyining oxirlarida, mart oyining oxirlarida Gidrometda o'zi ham umumiy yakunlovchi, biz hozir birlamchi fikrlar aytyapmiz, xulosalari, ya'ni yakunlovchi xulosalari baribir mas'ul tuzilmalar berishadi va yilli suv prognoz deyiladi. Bu bekatasi mart oxirlarida har bir havza uchun o'zi qanaqa kutilyapti yilimiz, daryolarimizda suv ko'pmi, kammi degan savollarga javob berishadi. Endi mana hozir vodiy bo'yicha bir aytib o'tsangiz, Qirg'izistonda kamroq yog'yapti. Boshqa hududlarga qaraganda, balki odatdagi yog'ayotgandir va vodiy bo'yicha biroz ma'lumot berasiz. Vodiyni markazlarida kamroq yog'yapti, lekin tog'larida ko'ryapmiz, Norin daryo havzasida yoki Qora daryo havzasida qorlar yaxshi ekan. Hatto mana o'zingiz ham agar Perivaldan Qamchiq dovonida o'tadigan bo'lsangiz, ko'ryapmiz. Yana shu shitlar bor, 2,5 metrlik balandlik, qorni ushlab qoladigan shitlar ham hozir qor bilan to'liq yopilganini ko'rishimiz mumkin. O'zimiz ham guvohi bo'ldik. Ya'ni qor yaxshi tog'larda va vodiyni markazida biroz kam. Endi vodiyni markazida tekislik hududlarida boshqa hududlarga nisbatan biroz kam kuzatilyapti, lekin bu juda ham qurg'oqchilik degani emas. Chunki biz axborot makonida yashayapmiz, Kamoliddin aka. Masalan, siz oldinlar ko'rmagansiz, masalan, qor yog'ayotgan bo'lsa, sizda boshqa joyda yog'ayotganini siz kuzata olmagansiz. Endi axborot cheklanganning hisobiga hozir endi mana shunaqa axborot makonida yashayotganimiz uchun boshqa hudud aholisi tinimsiz qor hodisalariga, qor bo'ronlariga, qalin qor hodisalariga ko'rgani uchun bizdachi nima uchun degan savollarni beryapmiz va asosiy mana shu ko'proq savollar bu vodiy aholisi uchun, ayniqsa mana shu Farg'ona viloyatining g'arbiy hududlari uchun, mana shu Qo'qon deymizmi, Bog'dod deymizmi yoki mana Rishton deymiz, Beshariq tumanlari aholisi uchun qor baribir orzu bo'lib qolyapti hozir. Endi mana Qoraqalpog'iston va Xorazmda nisbatan kamroq yog'ar ekan, 5-10 mm yog'ingarchiliklar ko'rinyapti, to'g'rimi? Va mana Tojikistonda lekin juda ham yaxshi qorlar shakllanyapti. Bu albatta bu qorlar suv bo'lib, xudo xolasa u tomonlarga ham boradi-ku, to'g'rimi? Va o'z vaziyat qanday shu bo'yicha biroz tushuntirib berasiz. Endi qor qoplami ko'p deyilyapti, lekin bu ekstremal ko'p emas.
Ya'ni ko'p yillik me'yor o'sha 18-19-yillar qaysidir havzalarda ko'p yiqqan, oxirgi 10-15 yillikda mana shunga yaqinroq bo'lyapti. Bu degani ekstremal mas degani, demak bu suv omborlarini to'ldirib, yoki suv omborlaridan toshib o'tib, daryolarda qanaqadir suv toshqinlarini hosil qilib, Orol dengiziga yetib boradigan suv haqida hozir men gapiryapman. Unaqa holat yo'q. No, suv omborlarimiz o'zi uchun hozir suv ancha kerak va mana shuni hisobga olsak, bu yil qorlar yaxshi, tog'larda o'sha Pomir tog'larida yoki nima deydi? Oloy tog'larida deymiz, mana shu siz aytayotgan Amudaryo havzasida yoki boshqa tog'larimizda qor 1,5-2 metr, hattoki ayrim hududlarda 2,5 metrgacha shakllanish bo'lyapti va bular sekin erishishni boshlaydi va biz bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lishi bilan birgalikda sel suv toshqinlari ham endi kuzatiladi. Chunki harorat keskin ko'tarilib ketsa, tabiiyki endi suv toshqinlari yuzaga keladi. Qorlar eriydi, juda katta masshtabda yoqqan, massada yoqqan qorlar eriydi. Hattoki mana Navoiy chiqyapti, Nurotada mana Xatirchi tumani Langar qishlog'ida ham bir o'qituvchi, tarix o'qituvchisi 1,5 metr 80 santimetr qor oralab dars bergani borayotgani haqida aniqlar tarmoqlarga chiqib ketdi. Demak, mana shu hudud uchun ham anomaliyalar kuzatilyapti. Ya'ni ko'p qor yog'yapti. Mana shu qorlar sekin erib, mana shu bahor oylarining boshlarida sel suv toshqinlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun mas'ul tuzilmalar sel suv toshqinlariga o'sha daryo o'zanlarida mustahkamlash, qirg'oqni mustahkamlash, damba tiklash yoki o'zani ichidagi o'sha ortiqcha o'sha qayron deydi, o'shalarni olib tashlab, mana shunaqangi tadbirlarni amalga oshirishlari ham maqsad qilingan. Endi oxirgi savol, mana keskin isyapti va keskin sovyapti. Undan keyin yana isish bor. Orada yana qattiq tuman hodisalar kuzatish mumkin va misol uchun bulduruq hodisalari yana kuzatiladimi? Fevral oyini prognozlarini hozir joylaymiz. Harorat kesimida respublikaning shimolida va tog'li hududlarda, ayniqsa mana shu Toshkent viloyatining tog'larida sovuq kutilmalari. Chunki hozir biz prognozlarda baribir birinchi 15 kunlikida issiqroq bo'lar ekan fevral oyi, ya'ni birinchi yarmi issiqroq, ikkinchi yarmida baribir qutbdan qanaqadir sovuq havo oqimining kirib kelish kutilmalari bor, baribir saqlanib turibdi. 3 kunlik bo'lsa ham, 2 kunlik bo'lsa ham, mana shuni o'zi ham biroz sovutishi mumkin. Shuni hisobga olib ob-havo xaritasini ishlab chiqyapmiz. Endi ayrim hududlarda me'yordan yuqori issiq harorat kuzatiladi. Masalan, janubiy Voha hududlarida 1,5 darajagacha ko'tarilib ketish xaritalar chiqib kelyapti. Shimolda sovuqroq, ko'k ranglarda tasvirlayapmiz. Yog'ingarchilik kesimida Surxondaryo, Qashqadaryoda juda ham ko'p, hattoki mana shu markaziy hududlarda, vodiyda biroz kamroq, ayniqsa Andijonning sharqiy hududlarida biroz kamroq kutilmalar hamda Qoraqalpog'istonning yarmida kamroq beryapmiz. Boshqa hududlar uchun yog'ingarchilik ko'p va umumiy ma'noda siz savollaringizga ha, fevral oylarida ayniqsa mana shu vodiy viloyatlarida tuman hodisalari, uning orqasidan radiatsion sovish deydi, antsiklon davrida bulduruq hodisalari kuzatilishi mumkin va bu hodisa Vohada ham takrorlanishi mumkin, lekin vodiyga nisbatan kamroq bo'ladi va umumiy olganda keskin sovib ketish bilan bog'liq fevral oylarida keskin degani masalan -15, -20 darajaga tushib ketish haqida gapiryapmiz. Mana shunaqangi kutilmalar endi respublikaning katta hududlarida, shimol tog'lardan tashqari, asosiy qishloq xo'jaligi yer maydonlarimizda unaqa kutilmalar hozircha yo'q. Demak, Erkin aka sizga kattakon rahmat. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Aniq ob-havo ma'lumoti kerak bo'lsa, Telegramda Agrometeo botga yozsangiz haftalik ob-havo kelib chiqadi va o'z izohlaringizni qoldirishingizni so'raymiz bu bo'yicha va ko'rsatuv bo'yicha ham albatta tanqidlaringizni kutib qolamiz. Har doim shu javob berishga tayyormiz. Erkin aka katta rahmat. Sog' bo'linglar.